Joriy hafta davomida Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi tizimida qator muhim tadbirlar, seminarlar, sport musobaqalari hamda xalqaro hamkorlik doirasidagi loyihalar samarali amalga oshirildi. Vazir kubogi musobaqalari hududlarda davom etdi. Viloyatning bir qator tuman shaharlarida Vazir kubogi doirasida voleybol musobaqalari bo'lib o'tdi. Chiroqchi tumanida ayol ustozlar o'rtasida o'tkazilgan musobaqalarda 101 maktab jamoasi birinchi o'rinni egalladi. Mirishkor tumanida ayol pedagoglar o'rtasida o'tkazilgan bellashuvda 30 maktab jamoasi g'olib bo'ldi. Dehqonobod tumanida o'tkazilgan musobaqa yakunida esa 27 maktab jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Qamashida o'tkazilgan bellashuvda esa 44 maktab jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Qarshi shahrida ham o'tkazilgan bellashuvlar qizg'in va murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Qarshi shahridagi 26 maktab o'quvchisi Farhodov Fazliddin Andijonda o'tkazilgan shaxmat bo'yicha O'zbekiston chempionatida 9 yoshgacha bolalar o'rtasida birinchi o'rinni egallab, mamlakat chempioni bo'ldi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Unda ta'limdagi islohotlar, qonunchilik tashabbuslari va maktabgacha ta'lim muassasalarida xavfsizlik masalalari muhokama qilindi. Qarshi shahrida UNICEF bilan hamkorlikda ilk qadam milliy dasturi bo'yicha Smart Ed loyihasi doirasida 30 nafar mentor pedagoglar uchun 3 kunlik o'quv seminar tashkil etildi. Viloyatda SAT imtihonida yuqori natija ko'rsatgan 4 nafar o'quvchi to'liq davlat granti asosida muddatidan oldin tavsiya etildi. Shahrisabz tumani 45-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6-sinf o'quvchisi Rahmat va Mehribon Ilyosiddin qizi xalqaro IELTS imtihonidan 7,5 ballni qo'lga kiritdi. Mazkur natija C1 tizimi bo'yicha C1 darajaga teng bo'lib, viloyat miqyosida 13 yoshli o'quvchilar orasida qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan sayyor qabul tashkil etildi. Vazirlik tomonidan o'tkazilgan sayyor qabulda jami 8 ta murojaat ko'rib chiqildi. Bitta murojaat joyida hal etildi. Bir dona murojaat ijroga yo'naltirildi. Yana bir murojaat bo'yicha esa huquqiy tushuntirish berildi. Vazirlik tomonidan 5 ta taklif esa qabul qilindi. Respublikamiz bo'ylab 5 million sun'iy intellekt yetakchilari tanlovi o'tkazildi. Toshkent shahrida o'tkazilgan tanlovda qashqadaryolik bir qator ustozlar mukofotlarga sazovor bo'ldi. Qarshi shahridagi 39 maktab o'quvchisi xorijiy sayohat yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bir nechta pedagoglar esa 1000 AQSh dollari miqdorida mukofot bilan taqdirlandi. Viloyatimizda xorijiy tillar bo'yicha tanlov o'tkazildi. Qarshi shahrida xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining viloyat bosqichi start oldi. G'oliblikni qo'lga kiritgan maktablar esa 150 million so'mdan 250 million so'mgacha bo'lgan mukofot oladi. Kitob tumanidagi 4-maktabda ota-onalar akademiyasi tashkil etildi. Loyiha oila, maktab va mahalla hamkorligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Viloyat maktablari o'rtasida intellektual bo'lgan quvnoqlar va zukkolar bellashuvining 1 va 2 turlari o'tkazildi. Bir necha tuman va shaharlar jamoalari keyingi bosqichga yo'l oldi. Hafta davomida amalga oshirilgan tadbirlar ta'lim sifatini oshirish, pedagoglar malakasini rivojlantirish, yoshlarning iqtidorini qo'llab-quvvatlash hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga xizmat qildi. Bu esa hududda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.